Juda ko'pchilik kutayotgan yaqinda ommaga taqdim etiladigan yangi PUBG Mobile Lite'da sizni qurilmangiz necha FPS ko'tarishini to'liq ko'rib chiqamiz. Undan oldin esa videoga like bosib, menga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Yaqinda PUBG Mobile prodyuseri Rick Lee aytishicha, bu yangi versiya kuchsizroq qurilmalar uchun asosiy PUBG Mobile'ning yengillashtirilgan varianti bo'ladi. Ya'ni o'yin qurilmadagi qotish va laglarni kamaytirishga moslashtirilgan. Misol uchun, asosiy PUBG Mobile Androidda Google Play'dan yuklab olinganida qurilma xotirasida 3 GB dan 4 GB gacha joy egallaydi. iOS qurilmalarida esa bu 4 GB dan 5 GB gacha bo'ladi. Yangi chiqayotgan PUBG Mobile Lite Android qurilmalarida 1 GB gacha joy egallasa, iOS qurilmalarida esa bu 2 GB va undan kam bo'lgan miqdorda joyni egallaydi. FPS darajasi o'zgarishiga keladigan bo'lsak, uning taxminiy natijalari xuddi shunday bo'lishi kutilmoqda. Ha, ko'rib turganingizdek, FPS darajasida uncha katta o'zgarish bo'lmagan bo'lsa-da, o'yin yengilroq versiya bo'lganligi uchun qurilmaga og'irlik tushirmaydi va bemalol qotmasdan mazza qilib o'ynasangiz bo'ladi. Internetdagi o'yin chiqdi degan ma'lumotlarga ishonib o'tirmang, bularning hammasi yolg'on. O'yin rasman 2026-yilning oxirigacha bizga taqdim etiladi. Kelayotgan 25-avgustda esa shunchaki ro'yxatga olish boshlanadi xolos. Ya'ni siz ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, o'yin rasmiy ravishda Google Play yoki App Store ga yuklanganida sizga xabarnoma keladi va kirib bemalol o'yinni yuklab olsangiz bo'ladi. Xo'sh, sizni qurilmangiz yangi versiyada necha FPS ko'tarar ekan? Izohlarda o'z javobingizni yozib qoldiring. Videoni esa shu PUBG Mobile Lite chiqishini kutayotgan do'stingizga jo'natib qo'ying.